Turing. Kuni bo'pti. Ket. Bo'ynalarini ko'ramiz. Kep turing. Bo'ynalarni toplaydi ho'paydi. Kep tur, bu tomon. Boshi bilan tug'ilishganmi? Chap tomonda toplaydi ho'pay. Juda yaxshi. Kuyatni pranasasi yaxshi. Juda yaxshi. Shikoyatlaring nima? Onasi men. Ash qo'lida bunaqa zajatdi. Spastika balandda qo'llarida. Tonus, mana shunaqa. Shunaqa qilyapti. Lekin bitta organik o'zgarish yo'q. Bolalaringda shunaqa bir xilgi bolalarda o'zi anaqa kelib chiqib, shunaqa tonus baland bo'lishi mumkin. Umumiy massajlar olinsa, bola shunday katta bo'lgandan keyin qo'llari ham yaxshi, o'zi ham baquvvat bola ekan-da, o'zi ham qarang. Kilosi ham baland, o'zi ham baquvvat bo'lishi shuning uchun tonusga o'xshab ko'rinadi, lekin qonida unaqa tonuslari yo'q. Massajlar olinglar qo'llariga massajlar olinglar. Rechemiz kulturalar deyiladi. Ko'tarib, tushirib, o'zi onasi o'zi qilaveradi hozir. Ko'tarib, hozir tushirib, ko'tarib. Mashqlar qilaverasizlar. Oldiga, orqaga. Organik o'zgarish yo'q bolalarda. Sog'lom, katta bo'lishaversin.